qilishadi. Kerak bo'lsa sizga pasport va rasmlarni ham yuborishga tayyorligini va siz talab qilsangiz hattoki yuborishadi ham. Siz ularga rahm qilasiz. Boshqa kartaga barcha pullarni qaytarib berasiz. Tabriklayman. Siz endi potensial jinoyatchisiz. Chunki aynan eng katta muammo shu onda boshlanadi. Bu holat hozirgi paytda qo'shni Rossiya va Qozog'istonda keng ommalashib bormoqda. Siz pul mablag'larini boshqa kartaga o'tkazdirib berganingizdan so'ng 2-3 kundan keyin sizga yo ichki ishlar xodimlari yoki bank xodimlari qo'ng'iroq qilishadi. Sizni pul yuvishda ishtirok etganligingiz haqida ma'lum qilishadi va endi jinoyat yo'nalishida ish olib boriladi. Agar siz bilan xuddi shu holat yuz bergan bo'lsa, unda siz bankni xavfsizlik xizmati bilan bog'laning yoki ichki ishlarga murojaat qilib